Bugun sizga deydiganlarim faqat hissiy so'zlar emas yoki suiqasd nazariyasimi emas. Qo'limda Amerika Federatsiya sotining tamg'isi bisilgan rasmiy faktlar bor. O'rni Karib dengizidagi kichik Saint James oroli. Xo'jayini milliarder Jeffrey Epstein. Yaqinda oshkorlangan 3 million hujjat, 6 ming video, 180 ming rasm, 100 minglgan ilxat, WhatsApp uchurlari va uchish xotiralari u oroldagi vahshiyliklarni kun yuziga chiqardi. Ular nima qildi? Dünyanın her qaysi joylaridagi 14 yoshdan kichik narsida qizlarni nishonladi. Cho'lpon qilamiz, o'qitamiz, iqtisod tarafdan yordam beramiz, Amerika vizasini ipirimiz deb aldab, shu orolga qamidi, xo'rladi, tajovuz qildi. Hatto vahshiylarcha o'ltirib, go'shtlarini yeganlik haqida videolar tarqaldi. Undaqda bu jinoyatni ishlaganlar kimlar? Vahshiy qotillarmi, zahar atkazchilarmi, qora guruh a'zolari yoki ko'chi lo'kchaklarmi? Sot tizimligiga qarang. Amerikaning 2 nafar sobiq prezidenti, Angliya shahzodasi, dunyoviy bankirlar, boylar, rejissyorlar va biz dunyoning eng aqlli odami deb biladigan fizika olimi Stephen Hawking. Bugungi dunyoning eng buyuk faylasufi deb qaralayotgan, otilayotgan Noam Chomsky, Elon Musk, Bill Gates. Bizga bugungi dunyoning eng sarxillari, eng aqlli insonlari deb singdirilgan butun kishilar mushu tizimlikda. Ularning bu orolga ko'p qaytim berib, inson qilipidan chiqqan paskashliklarga aralashganligi bugun mana dalil isbotlar bilan o'ttirg'i chiqdi. Voqeaning eng halqiliq yeri shuki, bu orolning butun yerlariga kamera o'rnashtirilgan. Epstein bu darajadan tashqari shaxslarning butun jinoyatlarini, maxfiyatliklarini sing'i ilib olgan. Maqsad aniq. Bu silla orqali ularni siyosiy va iqtisodiy jihatdan bir umr tirik qo'rchoqqa aylantirish. Bular ko'ch paranga emas. Bu bugun oshkorlangan, hech kim rad qilinmaydigan sot xotirasi. Undaqda bu ishlarning biz bilan nima munosabati? Keling, qani ko'rib boqaylik. Assalomu alaykum izbasar qayrindishim. Siz bu voqeani faqat bir necha boy kishining nafsiy xohishi deb o'ylab qolmang. Agar undaq o'ylasangiz xatolisiz. Oshkorlangan shu 3 million hujjat oddiy bir sot xotirasi bo'lmasdan, u ruhi o'lgan bir madaniyatning jasad tekshirish doklati. Men so'zimni boshlashdan burun bir qancha nuqtada bu tekshirish doklatini sunib etay. Birinchidan, G'arb dunyosi har doim islomga ayollarni xorlaydigan, huquqini dafsanda qiladigan, xo'rlaydigan din deb tuhmat chapladi. Ammo ayollarni tovarga, bozorga solgan, narsida qizlarni, o'smirlarni cho'lpon qilamiz deb aldab, jinsiy qul qilganlar kim? Dal shu ayollar huquqi deb yoqi yirtadigan G'arbning sarxillari. Hatto yuqoridagi orolga maxsus qiz ta'minlash vazifasini ustiga olgan kishi Amerikadagi feminizm, ya'ni ayollar huquqini qo'g'dash tashkilotining rahbari Epsteinning sheriki Ghislaine Maxwell. Ularning huquq degani mana shundoq ayollarni qul qilish huquqi ekan. İkinchidan, ular payg'ambarimizga va Oysha onamizga har doim hujum qilib bizni pedofil, ya'ni bolalarga, o'smirlarga xumar deb haqorat dedi. Ammo 14 yoshdan kichik qizlarni orolga qamab, xususiy aeroplanlarda berib, nomusini dafsanni qilganlar musulmonlar emas. Ularning prezidentlari, ministrlari, ziyolilari, akademiklari va olimlari. Angliyada musulmon qizlarni oldidi deb jarsagan ministerning atisi o'smir qiz bilan g'ayriy rasmi chiqdi. Bu nima deganlik? Bu o'g'rini tut deb vaqirab, o'zi o'g'irlik qiladigan paskashlik va rezillik. Uchinchidan, ular musulmonlarni dunyoni yushirin kontrol qilmoqchi bo'lgan terrorchilar deb har doim xabar axborotlarda aybladi. Ammo bu hujjatlar nima deydi? Epstein to'ri dunyoning eng dongliq siyosiyon va bankirlarini bir orolga yig'ib, ularning jinoyatini sing'i ilib, tahdid orqali dunyoni boshquradigan haqiqiy yushirin guruhni qurib chiqqan. Dunyoning tizginini parda orqasida o'ynaydiganlar musulmonlar emas, dal o'zlari ekan. To'rtinchidan, ular musulmonlarni qonunsiz, tuzumsiz, tartibsiz, poraxo'r deb o'zlarini, ya'ni g'arb dunyosini qonun davlati deb maqtandi. Ammo adolat qani? Oldimizda tog'dek paket turibdi. Siz shu tizimlikdagi 1 milliarder cho'lpon prezidentning qo'liga kishan silinganligini ko'rdingizmi? Yo'q. Chunki ularning qonun degani namoratlar uchun to'qilgan o'mchik to'rdan iboratga. Cho'ng chivillar bu to'rda bo'sib o'tib ketadi ekan, ammo faqat kichik chivillarlar bu to'rda tusilib yam bo'ladi ekan. Ularda adolat yo'q. Faqat kuchliklarning zo'migarligi bor ekan.
Beshinchidan, ular bizni xurofotlikqa, ko'migan ilohga ishonadigan qaloqlar deb masxara qildi. Ammo o'zini zamonaviy ateist deydigan bu sarxillarning oraldagi qilmishi faqat shahvatlar emasga, balki shaytoniy ibodatga. Bu shuni isbotladiki, qalbdan Alloh chiqib ketsa, u ya'ni ilm-fan emas, eng razil jin shaytonlar egallaydi ekan. 6-dan, ular dining seni boylikdan, huzurdan, xushal-xuram yashashdan mahrum qildi. Mana bizga bir qaro deb jar soldi. Ammo ularning puli, huquqi, shuhrati hamma narsa botdi. Lekin nimishqa to'ymadi? Nimishqa narsida qizlarni qiynab o'ltiradigan, go'shlarini yeydigan darajada vahshiylashdi? Chunki ruhiy bo'shliq ularning ichidan gap tugatdi. Ular oltin karvatda yetibmi, ruhiy do'zaxda yashadi. Bildikki, baxt pulda emas, pokiz vijdondagi. 7-dan, ular liberalizm, ya'ni cheksiz erkinlikni tashviq qildi. Badan mening, cheklimi yo'q, xohlaganimni qilaman deyishdi. Natija, cheklimisiz erkinlik hayvonlikqa, hatto vahshiylikka aylandi. Ularning erkinligi kuchliklarning ojizlarni dafsanda qilish erkinligiga aylandi. Bugun hamma odam ko'rdiki, dinimizdagi harom chegarasi u bizni bo'g'digan kishan emas, balki bizni vahshiylikdan saqlaydigan bexatarlik tasmasi ekan. 8-dan, ular bizga bizning ma'rifimiz dunyoda birinchi, bizda Harvard, MIT'dek dangliq universitetlar bor deb bizni o'z ma'rifimizdan sovutdi, o'zimizni tuvan ko'rsatdi. Ammo oshkorlangan hujjatlarda Epsteinning Harvard va MIT'dek universitetlar bilan, u yerdagi professor, akademiklar bilan naqadar cho'nqur munosabati borligi oshkorlandi. Bu shuni isbotladiki, g'arb ma'rifi insonga faqat bilim beradi, ammo tarbiya beramaydi. Ularning ma'rif sistemasi faqat aqlli mashina, aqlli o'g'ri, aqlli jallodlarni yetishtirib chiqadi ekan. Shuni biz oldi bilan odam bo'lishni, andinkin olim bo'lishni o'rgatishimiz kerak ekan. Bo'ldi, men bu vaqtda mishakaychi so'zlay. Yana bu temada so'zlasam gapim uzrab ketadigandek turadi. Sizmi o'zingiz bu vaqtda his qilgan taraflarni inkas rayoniga qoldirib qo'ying. Endi biz o'zimizning gapiga kelaylik. Aslida bu vahshiy reallik bizga kimni tunutdi? Boshqalarnimi? Yo'q, balki o'zimizga o'zimizni tunutdi. Biz shunchalik sodda, ruhiy jihatda shunchalik mag'lub bo'lgan millatki, ularning shu sirtqi girimiga qarabla ruhini pokiz deb o'ylabdimiz. Yillardan beri o'zimizni o'zimiz qamchilab keldik. Nimishqa biz ulardek bo'lolmaymiz? Nimishqa bizning Stephen Hawking, Bill Gates'lardek boylarimiz yo'q deb o'zimizdan nafratlandik. O'zimizni aybladik. Google'ga Uyg'urcha Bill Gates deb bespeqing. 5 yilda musulmon boylari Bill Gates qilganning 10dan 1ni qila oldimi degan yozmalar chiqadi. Hatto ba'zi ziyoli qiyofatidagilar o'z kimligidan numus qilib, g'arbliklarda kiyinsak, ulardek din bilan jamiyatni ayirib etsak, jinsimizni o'zgarsak, o'zgarganlarni to'g'ri tushunsak, qabul qilsak, andin zamonaviy insonlardan bo'lamiz deb ishondi va shu fikrlarni har doim bozorga sepib keldi. Men buni boshqalarni tishlab olish yoki ularni gapga so'qish uchun emas, azroq bo'lsa-mu o'ylantirish uchun da'vatman. Bizning xatoligimiz ilmga, taraqqiyotga, texnikaga bo'lgan tashnoligimizda emas. Bizning xatoligimiz ilm tutgan shu qo'llarni pokiz deb o'ylab qolganligimizda. Bir tasavvur qilib beqing. Agar bu vaqa Amerikada emas, biror musulmon davlatida yuz bergan bo'lsa, nim bo'ladi? Agar u tizimdagilar Clinton emas, biror imom yoki sharq davlatlaridagi rahbar bo'lsa, osmon palak yerlatdi. Dunyo matbuotlari 24 soat islomiy terrorizm, musulmonlardagi vahshiylik, islomdagi yavoyilik, o'smir qiz o'g'illarga tajovuz deb yer sharining quloqini gaz pan qilib etdi. Hatto ichimizdagi o'zini tirnoq ichida ilg'or deb o'ylaydigan ba'zi kishilarmi darhol sakrab chiqib, "Mana ko'rdinglarmi? Biz shunga qaloq. Islom dini bizni mushunda qilib etdi. Musulmon degan-go zodi shahvatdan boshqani o'ylayolmaydi" deb o'z millatining yuziga o'zi tukiratdi. Heliqi qayerdan to'ralgani, qayerdan chiqqani aniq bo'lmagan hadis inkorchilarmi mana hadisni din deb e'tiqod qilganning natijasi deb chalva qaytdi. Lekin buguncha qani heliqi ayollar huquqi deb yaqirtadigan feministlar, qani heliqi bolalarni qo'g'dayli deb jar soladigan kishilik huquqchilar, qani heliqi hamma ishda yo'l ko'rsatib, YouTube'ga chiqib so'zlaydigan rahbarlar, qani hamma ishga chepilib fikr bayon qiladigan WhatsApp qahramonlari, qani Qur'oniy axloq deb shuar to'laydigan hadis inkorchilari, nimishqa hammasi sukutda, nimishqa hammasi suyutgan biliqdek untinsiz bo'lib ketdi? Chunki jinoyatchilar ularning ilohlari. Chunki bu qitimqi ifloslik Afg'onistonning tog'larida emas, yoki Suriyaning bog'larida emas, balki ular cho'qinadigan zamonaviy madaniyatning yurikida, erkinlik haykalining ko'langisida yuz berdi. Mening maqsadim g'arbni tillab ish pishqimni chiqarish emas. Mening dadim shu patqoqlikni gulzorlik deb ilmi shu tarafga yugurayotgan millatimning ko'zini azroq bo'lsin ich.
Biz ilm-fandan, texnikadan voz kechamidik. Hargiz undaq emas. Musulmondagi qilmishlarga qarab, islomga haqorat qiladiganlarga va qilayotganlarga o'xshash, biz bu rasvochiliklarga qarab fizikadan, matematikadan nafratlanmaymiz. Bu ularga urilgan bir sagitish qochiti bo'lsin. Ammo bir haqiqatni yuragimizga o'yib olaylik. Biz haqiqatan ilmga muhtoj, texnikaga muhtoj, lekin ularning turmush usuliga, axloqiga hargiz muhtoj emas. Biz bolalarimizga o'qi, olim bo'l, shunda qilsanglar yaxshi odam bo'lsa deymiz. Lekin Epstein orli bu muvaffaqiyat o'lchamiga o'qilgan eg'ir bir hukmnomadir. Sizdan shuni so'ray. Nimishqa dunyoning eng aqlli olimlari shundoq pastkash orolga berib o'z insonligini yo'qtidi? Nimishqa? Javobi shu. Aql bilan vijdon farqli ikki narsa. Texnika mingini hisoblash mashinasiga aylantiradi, ammo qalbni nurlandıramaydı. Şunu unutmang, 2. Dünya urushida milyon insonlarni kuydirgan shu Gitlerning gaz uylarini loyihalaganlar ko'chilik sargardonlar emas. Ular shu doktorlik unvoni bo'lgan injenerlardi. İman tizgini bo'lmagan ilm mas odamning qo'lidagi atom bombasiga o'xshaydi. U sizni yuksaltiramaydi. U sizni faqat aqlli bir vahshiyga aylantiradi. Biz doim hayron qolamiz. Bu dangliqlar inson haqlari, kishilik huquq, ayollar huquqi, hayvon haqlari deb jar soladi-yu. Nimishqa Sharq Turkiston, Arakan, Afg'oniston, Iroq, Suriya, G'azza, Somali va Yamandagi vahshiy qatlamlarga kelganda kekeshlab tillar tutilib qoladi. Bu tasodifiylik emas. Bu zamonaviy dunyoning qul qilish sistemasi. Oyun oddiy. Avval shu pul va shuhrat bilan mas qiladi. Ondan nafsingizning eng ojiz yerdan tutib patqoqqa tiqib milaydi. Oxirida sizning shu paskini holtingizni xotirlab olib bir umr tirik qo'choq aylantirdi. Bugun biz havas qilayotgan shu cho'lponlar ana shundoq ruhiy setivilingan mahbuslardir. Kelinglar, hamda eng ichinishlik, eng qo'rqinchli bir reallik yuzlanaylik. Agar yuqoridagidek shahzodalar, ministrlar, o'qigan olimlar shundoq oddiy shahvat qiltoqlariga dassab, o'zlarini qul qilib tutib bergan yerda, bizning hamda tega ko'zi ichilayotgan rahbarlarimiz, ustozlarimiz, ziyolilarimiz, boylarimiz va yoshlarimiz qandoq qilib bizga hech ish bo'lmaydi deb xotirjam yuralaydi. Qarindoshlar, soddalikni biz bir chetga qo'yib qo'yib, reallikka yuzdan boqaylik. Bugun nimishqa ba'zi sarxillarimiz, ustozlarimiz tuyuqsiz sapdan tushib g'oyib bo'ldi, xizmatni tashladi. Nimishqa tunigin millatning dardini yeyotganlar bugun dushmanning foydasiga xizmat qiladigan, xalqini qarsiga oladigan holatga qoldi. Bu tasodifiylik emas. Bu ularga ruhiy kishan selinganligining alomati. Siz balkim men erkin davlatda menga hech kim daxl qilolmaydi deb o'ylayotgansiz. Bu cho'ng xatolik, g'aflat. Zamonaviy dunyoda maxfiyatlik degan narsa faqat setivilinadigan tovarga aylanib qoldi. Savdo so'rovlarida, mehmonxonalarda yoki shu sizning xufiyona deb o'ylagan bulunglarda qilgan birdamlik aysh ishratlaringiz faqat siz bilan qarish taraf o'ttirsidagi sirlar emas. Dal shu daqiqada kameralar sizni tortib o'tadi, mikrofonlar sizning shu vijdoningizning setilgan paytini xotirlayotadi, o'nga kelayotadi. Ular shu sillarni oldingizga qo'yganda faqat sizga shu ikkili yo'lni ko'rsatadi. Ya vijdoningni sotsa yoki obro'yingni to'ksa. Bir qatimliq lazzat uchun bir umrlik xoyillik tamg'isini besib olmang. Endi so'zim ekran oldidagi siz yosh qarindishimga. Qo'lingizdagi o telefon kelayotgan chiroyli suratlar, xatlar, uchurlar, do'stlik talablari taqdirning sovg'isi emas. U ovchining to'ziqi. Siz yolg'iz uyingizda yetib, hech kim bilmaydi deb o'ylaysiz. Ammo shuni bilib qilingki, ekranning u tarafidagisi siz oshiq bo'lgan farishta emas, balki sizning kelgusingizni o'g'irlash uchun saqlab turgan shayton. Ular sizning shu nomusliq ko'rinishlaringizni, gap so'zlaringizni qo'liga tushirgan hamon niqobini yirtadi. Bizga ishlaysa, bo'lmasa buni ota-onangga, jamiyatga, amir qo'mondonlaringga yoyimiz deydi. Bugun nurg'un yoshlarimizning livini ching tishliginicha dushmanga tiz pukishi dal mushu birdamlik g'aflatning badali. Qarindishim, sizga yana bir ochiq haqiqatni aytib beray. Bugun bizning yoshlarimizni epishtin oraliga ep berishning hojati yo'q. Chunki ularning kallasi allburun ma'naviy epishtinlar tarafidan ishg'ol qilinib bo'ldi. Balkim qandoq deyishingiz mumkin. Qo'lingizdagi telefonda kimlarga agishyapsiz? Millionlagan mastanisi bor heliq dangliq naqshchilargami? Moda kiyimini ko'z qiladigan kino cho'lponlargami? Yoki dangliq topchilar, artistlargami? Siz balkim men faqat naqshini anglayman, faqat top o'yiniga havas qilaman, musobaqasini ko'raman deb o'ylashingiz mumkin. Unda qo'z xato o'ylabsiz. Psixologiyada bir qonuniyat bor. Inson kimni yaxshi ko'rsa, kimga ko'p qarasa, asta-asta shuningga o'xshab qoladi. Siz bir cho'lponga agashgan kuningizdan boshlab, u sizning hayot ustozingizga aylanadi. U nima desa to'g'ri deb o'ylashga boshlaysiz. Agar u cho'lpon har kuni aroq ichib, kechilik klubda yursa, sizning engingizda aroq ichish zamonaviylikdek tuyulishga boshlaydi.
Agar u cho'lpon men Xudoga ishonmayman, hayot degan huzur surish desa, sizning qalbingizdagi iymon nuri tutuqlashib, dinsizlik sizga erkinlikdek ko'rinishga boshlaydi. Agar u naqshchi uch badallik yalang'och rasmlarni to'g'ri yo'llasa, sizning gunoh tuyg'ungiz bara-bara yo'qolib ketadi. Agar u buzuqchilikni normal deb qarasa, sizning nomus pardangiz yirtilishga boshlaydi. Bu bir ost xarakterlik zaharlanish. Siz men faqat ko'rdim deysiz, ammo har qitim loyiq yurak bosgan chig'ingizda siz uning fikrlariga, turmush usullariga va qimmat qarashlarga imzo qo'ygan bo'lasiz. O'ylab beqing, bugun siz iloh deb cho'qinayotgan, orqasidan yig'lab yugurayotgan shu cho'rponlarning ko'pinchisi dal biz boya so'zlagan Epstein tizimlikidagi mehmonlardir. Siz yaxshi ko'rgan shu modellar, shu naqshchilar, shu paskina orolning xaridorlari yoki qo'rchoqlaridir. Undaqda siz kimga ergashyapsiz? Bir buzuqqimi, bir zaharkashkimi yoki bolalarga, o'smirlarga ko'z qizartadigan bir hayvongami? Bilib qo'ying, kimga ergashsangiz siz shuning quliga aylanasiz. Ular sizning kimligingizni o'g'irlaydi. Ular sizni o'ziga o'xshash mingisi yuyilgan, faqat nafsini o'ylaydigan manqurtga aylantirishga urinadi. Shuni siz hozirla telefoningizni iching. Kimlarga ergashyapsiz? Agar siz ergashgan odam sizni Allohga, ilmga, vijdonga yetaklamagan bo'lsa, uni hayotingizdan o'chirib tashlang. Chunki siz vijdonini setish badaliga erishgan cho'lponlarning havaskori emas, iymoni uchun jinidan kashgan Sharq Turkiston qahramonlarining izbosari bo'lishingiz kerak. Boshqalarning hayotiga tomoshabin bo'lib o'tmang. O'z hayotingizning bosh qahramoni bo'ling. Undaqda biz bu shaytoniy o'yinni qandoq buzamiz? Biz farzandlarimizga kod yozishni, chet el tilini o'rgatyapmiz. Bu nihoyat yaxshi, lekin bolangizga qurol ishlatishni o'rgatishdan burun u qurolni kimlarga qaratib etishni, kimning do'st, kimning dushman ekanligini o'rgating. Bo'lmasa siz ming bir jafoda tarbiyalagan shu talantli farzand ati dushmanning shirkatida ishlab sizni va meni o'g'laydigan yumshoq detallarni yasab beradi. Iymon asosida qurilmagan u texnika jallodlarning qo'lidagi pichoqqa, qurolga aylanadi. Va eng muhimi, uyimizdagi ruhiy bo'shliq. Bilib qo'ying, siz to'yg'izmagan qalbni sirtdagi bo'rlar yeydi. Agar dada uyda o'g'lining g'ururini tiklamasa, u sirtdan hurmat izlaydi. Agar ota qiziga sen qimmatlik deb mehr bermasa, uni sirtdagilar sen go'zal deb aldab ketadi. Epishtin orali dal mushundaq ruhiy oshqolganlarning qabristonligidir. Tarix bizni qistavotidi. Biz hozir yashash yoki yo'qolish girdobida turyapmiz. Dushmanning plani aniq. Ular bizni faqat qurol bilan emas, huzur, lazzat va g'aflat bilan yo'qotmoqchi. Bu xatardan saqlanib qolishning birdan bir yo'li uch qal'ani darhol barpo qilish. Birinchisi iymon qal'asi. Oldi bilan telefoningizni tozalang. Jang maydoni yiroqda emas. Jang maydoni sizning shu yonchuqingizdagi telefonda. Hozir dal mushu daqiqada qaror qiling. Telefoningizdagi sizni shahvoniylikqa, vaqt isrofchiligiga va g'aflatga boshlaydigan barliq applarni, saytlarni, barliq do'stlaringizni o'chirib eting. Siz o'z nafsingizga xo'jayin bo'lolmasangiz, shu dushmanga qul bo'lasiz. Esingizda bo'lsin, Allohdan boshqa hech kimga, hech qanday davlatga, hech qanday xalqaro tashkilotga umid bog'lamang. Qutqizg'uchi u osmondan tushmaydi. U sizning yuragingizdagi iymondan bixlanish kerak. Ikkinchisi, oila qalasi. Uyni mehmonxonaga aylantirib qo'ymang. Bugun kech uyingizga qaytganda Wi-Fi ni o'chiring. Televizorni taqing. Ayolingizning, bolangizning ko'ziga tikilib qarab paranglashing, suhbatlashing. Agar siz bolangizning dardini anglamasangiz, ishining tordagi chil bo'rlar anglaydi. Agar siz qizingizga sen go'zal, sen chiroyli deb mehr bermasangiz, sirtdagi shaytonlar sen go'zal deb aldab uni sizdan tortib oladi. Uyingiz faqat uxlaydigan mehmonxonalar emas. U sizning eng oxirgi mudofaa sepilingiz. Bu sepilning temi mehr muhabbat bilan qurilmasa, dushman uni o'ng'ayli buzib tashlaydi. Uchinchisi, sabdoshlik qal'asi. Hergiz yalğız qolmang. Bo'ri doim padidan ayrilgan qo'yga hujum qiladi. Yalğız qolgan yosh dushmanning eng o'ng'ay o'ljisi. Tor dunyosidagi saxta do'stliklarni tashlang. Real hayotda baxti bir, iymoni bir, g'ururi bir do'stlarni teping. Bir-biringlarni nazorat qilinglar, bir-biringlarni yomonlikdan tortib turinglar. Biz izbosarlar bo'lib sifatimiz bilan birlashib, bir yeshil, bexatar rayon barpo qilishimiz kerak. Bu yerda sotqinlikqa, axloqsizlikqa o'rin yo'q. Izbosarlar, biz g'arbning parqiroq chiroqlariga o'zini urib ko'yib ketadigan parvona emas. Biz qorong'ulikni yerib chiqadigan burkitlar. Tanlash huquqi sizning qo'lingizda. Telefoningizga beshingizni tiqib, yana shu jimjit yo'qolib ketamsiz yoki beshingizni ko'tarib, oilangizni, g'ururingizni va kelgusingizni qo'g'dab qolamsiz. Men sizning to'g'ri tanlaydiganligingizga ishonaman. G'alba uyg'onganlarningdir. Allohga omonat.